Assalomu alaykum birodarlar. To'g'risizlar, tinchmisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar. Mana pogruskaga ham kelib oldik. Ispaniyada. Yukimiz temperaturni. Tak, menimcha shu muzlatilgan baliq. Mana -22 graduslik. Hozir pritsepimizda ichi -19 bo'lib turibdi. Mashinada cho'tka qilib qo'yganmiz. Tomoni ham shunday. Tak, refni ishlash rejimi plusga ham, minusga ham ishlaydi. Tak, mana menyuni bosamiz. Mana dalish ketsak. Refni motochasi bu gibridni to'xtagan holda elektr tokiga ulanadi mana 380 ga. Bu elektr tokida ishlagan motochasi. Bunisi dvigatelni o'zida dizelda ishlagandi motochasi. Tak, nazad. Mana send point bosamiz. Mana minus qilsak bo'ladi, yana -23, -22 da qoldiramiz. Yes deb bosamiz. Tak, rejimimiz avtomat rejim. Avtomat rejimga обязательно mana bu ochkichani bosib qo'yamiz. Shto bu -22 dan pastga tushgandek avtomatik qo'shiladi. Avtomatik yana o'zi o'chib shu temperaturani ishlab turadi. Постоянный rejim bor. Постоянный rejimda buni bir bosib qo'ysak, mana bu ochkicha yo'qoladi. Постоянный rejimga o'tadi.